ustoz buni faqat bilim beruvchi, balki inson qalbiga ezgulik urug'ini sepuvchi, kelajakning bunyodkori, hayot yo'limizdagi eng yaqin yo'lchi yulduzdir. Sizning sabr-toqatingiz, mehr-muhabbatingiz, o'git va nasihatlaringiz tufayli biz inson bo'lib kamol topamiz. Ezgu intilishlarimiz sari dadil qadam qo'yamiz. Har bir harf, har bir so'z, har bir sabo sizning mashaqqatli mehnatingiz samarasi. Sizning qalbingizdagi mehr, yuzingizdagi tabassumingiz, shogirdlaringizga bo'lgan cheksiz ishonchingiz biz uchun eng katta kuch-quvvatdir. Sizning darslaringiz hayot darslari, sizning nasihatlaringiz yo'limizga chiroqdir. O'qituvchi bo'lish bu oddiy kasb emas. Bu ulkan mas'uliyat, fidoyilik va mehrning timsolidir. O'qituvchilarimiz bergan saboqlar hayotimizda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Sizning borligingiz tufayli biz yuksak marralarni zabt etmoqdamiz. Jamiyatning eng ulug' boyligi ilm va tarbiya bo'lsa, uni bizga aynan siz taqdim etmoqdasiz. Bugun sizni tabriklar ekanmiz. Biz barcha shogirdlaringiz nomidan eng chuqur hurmat va ehtiromimizni izhor qilamiz. Sizga sog'lik, tinchlik, oilaviy farovonlik, cheksiz baxt va mehnatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. Sizning hayotingiz doimo shogirdlar muhabbati va duolari bilan yorishib tursin.